ishlaganmiz, texnologik imkoniyatlar haqida ham qancha gapirdik. Endi o'sha bilan bir xil kategoriyadagi yangi Jinko Tiger Neo 3 panellari kelgan. Ular aynan Capcom texnologiya asosida. Texnologiya Capcom bo'lgani bilan bizlarda bu yerda bir qator texnologik o'zgarishlar bor. Va qarang, agar men umumiy tushunilmaydigan terminologiya haqida gapirib ketsam, sizlar ondan so'rasanglar bo'ladi. Men bu gapirgan umumiy formatda hamma tushunadigan tilda texnologik gapirdim, lekin tushunmay qolib, buni qaytadan o'zingizlarga qaytadan so'rab, qaytadan gapiryapsiz-da. Bizda texnologik liniyada gaplashishga hozir maqbul. Tushunmay qolsangiz, faqat so'raylar, joyida. Ketma, qaytadan. Prezentatsiya tushunchasiga borib, birinchi Jinko kompaniyasi haqida, undan keyin Tiger Neo 3 nima uchun yaxshilangan haqida va keyslar, ispitaniya bo'yicha keyslar bo'yicha ketadi. Kompaniya, Jinko kompaniyasi O'zbekiston bozorida 2023 yillar bilan aynan Jinko Tiger Neo birinchi versiyalari Entay panellari kirib kelgan. Entay Papco rosa shov-shuv bo'lgan 2023 da. Entay Papco bo'lgan. Bundan oldingi yillar bir texnologiya bo'lgan. Jinko Entay Tiger Neo edi. Tiger Neo. Lekin bu dunyo bozorida ancha vaqtdan beri bor kompaniya va Bloomberg T1 reytinglarida doimo tepada turadigan kompaniya hisoblanadi. Jinko Holding doimo birinchi ikkilikka bellashuvlar o'rnida keyin Jasolar bor, Rina bor, Canadian bo'ladi, Astro bo'ladi. Xo'p. Burada qarang, butun dunyoda shu kungacha bular 2025-yil 3-kvartal oxiri bo'yicha 400 gigavatdan ortiq stansiyalarga panel yetkazib berishdi. 400 gigavat. Hozir O'zbekistonda qarang 3-4 yildan beri shog'il qilamiz. Qancha quyosh stansiya o'rnatilgan bilasizmi? Jami butun O'zbekistonda 3-4 yil mana ancha katta ustalar paydo bo'lib qolgan, qancha kompaniyalar umumiy masshtabda Mazda, Aquapower, megavatlik elektr kelganda bor yo'g'i 5 gigavatdan endi o'tdik. 5 gigavatdan endi o'tdik. Shuncha shog'il deganimizda butun O'zbekistonda tadbirkorlik jismoniy shaxslar hammasi 2 gigavat atrofida katta asosiy masshtab 100 megavat, 500 megavat obyektlar ular 3,5 gigavat o'rnatilgan, 10 masshtabda 5 gigavat, 5,5 gigavat atrofida o'rnatilgan. Bor yo'g'i bu kompaniya butun dunyoda 400 gigavatdan ortiq yetkazgan. Va butun dunyo bozorini 15,5% egallab turibdi. Bu uncha narsa emas. Va 32 ta har xil rekordlarni o'rnatgan panel ishlab chiqarish bo'yicha va 100 gigavatdan ortiq Entay modullarni o'rnatgan. Entay Capcom modullaridan 100 gigavatdan ortig'ini o'rnatgan. Xo'p, mana umumiy ishlab chiqarishda mana qayta ko'ramiz, bu dunyo xaritasi. Dunyo xaritasi bilan vertikal rivojlanishyapti va 10 ta ishlab chiqarish obyekti bor. Xitoyning qo'lida mana 7 ta va dunyo bo'ylab AQSh, Floridada va Vyetnamda ishlab chiqarishadi. Saudiya Arabistonda boshlangan hozir ayni bir siyosiy masalalar hisobidan urush to'xtab turibdi. Lekin bu yerda ham aynan 2026-yil oxiri, 27-yillarda zavodni ishga tushiramiz deyishdi. Xitoyda ham, mana AQShda ham, Vyetnamda ham ishlab chiqarilyapti va 10 ta zavod, 35 ta ofis, 200 dan ortiq davlatda 4000 dan ortiq partnyorlar bilan ishlashyapti. Bu kompaniya masshtab hisobida. Xo'p, undan tashqari bu yerda panelning samaradorlik imkoniyatlari. Bizda fizika tushunuvchilarda paint telefon degan narsa bor. Paintda shuni tushadi, generatsiya ishlab chiqaradi. U 1905-yilda Albert Einstein fizikasi tushuntirib bergan narsa. O'zi asli 1836-yillarda muz oksidini o'zidan aniqlangan fototipik hodisasi. Bu proses rivojlanib borgan 1950-yillarda 6% samaradorlikdagi panellar birinchi kosmosda ishlatilgan. Lekin bu keskin oshdi. Hozir ham eshitib qolamiz, 15%, 18% panel samaradorligi degan tushunchalar bor. Yolg'on. 2023-yil panellar kiritilgan paytda samaradorlik 20% dan yuqori edi. Hozirgi paytda O'zbekiston bozoridagi aksariyat panellarimiz 23+ samaradorlikka ega. Hozirda endi Jinko Tiger Neo 3 yangi versiya panellarida 24.106% dan
24.8%gacha samaradorlikka erishilgan. Bu panel holatida. Endi panelni o'zi hech narsani yechmaydi. Panelning ichidagi yechik masalan. Mana bu plastinasi. Kichkina kremniy plastina. Kremniy plastinalarida oxirgi rekordi 27, bak 27.79% yetgan. 27.79% samaradorlikka ko'rsatyapti. Bu plastina, solar cells deydi, yechilgan samaradorlik. Bu yechiklarni yig'ib panel qilingan paytda bu maksimum 24.8% samaradorlikka erishgan. Samaradorlik degan nima deb oramizda bu qo'lga panelga 1 metr kvadrat panelga 1000 vatt quyosh nuri tushyapti. O'sha tushgan quyosh nurlanishi 230 vatt elektr energiya olsa, demak bu panelning samaradorligi 23% degan. 1 metr kvadratga 1000 vatt tushganda panel 25 gradus Selsiy haroratda turibdi. O'shanda bu ishlab chiqarilgan elektr energiya urishi. Bu nimani beradi? Kichik yuzada katta quvvat olish imkoniyatini beradi. Samaradorlik mana shu narsa. Xo'p, endi yangi 2030-yillardan keyin Jinko texnologiyasida yana bitta o'zgarish kirilyapti. Bu tandem quyosh panellari. Tandem quyosh panellari kremniy bilan perovskit bo'ladi. Xo'p, bu yerda bular olyapti 34-76% va laboratoriyada tekshirib bo'lishgan panellar safida 31dan 32% samaradorlik olingan. Lekin hali производствоga chiqmagan. Bu Jinko Tiger'ning uchiga chiqarib, bir yil davomida производствоda tekshiradi, keyin massaviy sotishga chiqariladi. Xo'p, dalcha o'tiramiz. Mana endi o'sha panelni o'zi haqida qisqacha gaplashdik. Dars o'tamiz. Bo'lmadi. Panellarda hozir ishlab chiqarishda oldin PERS texnologiya, PERS texnologiyalardan PERS texnologiya, bu qator texnologiyalar bor edi. Lekin oxirgi 20 yillarda, aynan 22-yillardan boshlab Tapcon texnologiya jadallashgan. Tapcon texnologiya bu orqaga passivatsion qatlam qo'yiladi va buni samaradorlikni oshiradi. Keyin DC texnologiya paydo bo'ldi. Bunga Xitoylarda 5-6 yilda adashmasam DC texnologiya qilishdi. Undan keyin yana 10 yil o'tkazdi, unda ham DC texnologiya qildi. DC texnologiya nima? Bu ustida mana bu buz bar deyiladi, bu metal kontakt olib tashlandi, orqaga o'tkazildi va orqa tomonda kontakt bor, ustki tomonda kontakt yo'q bo'ldi. Nima uchun qildi? Kontakt orqasidagi zatemeniya soyalanishini kamaytirish va panelni qizib ketish effektini kamaytirishni qilishdi. Va shu orqali samaradorlikka 24.8% yetkazishdi 670 wattlik modullarda. Endi bular ham aynan o'sha DC texnologiyaga o'tmadi. Tapcon texnologiyani o'zida qolib, aynan o'sha 24.8% samaradorlikka va o'sha temperatura xarakteristiklarga erishdi. Bular qo'shanadi. Mana bozorda mashhur qarasangiz Tapcon 87% ushlayapti. DC texnologiya 5%, buni eski texnologiya HGT deyiladi. Bu gidrostruktural konstruksiyalar va PERS texnologiya